qaniydi poytaxtda bo'lganimizda hozir mazza qilib birorta konsertga tushardik, charchoq chiqardi, madaniy xordiq olardik. Navoiyda endi onda sonda har zamonda bor-da bunaqa konsertlar. Madaniy xordiq olish uchun poytaxtga borish shart emas. Viloyatimiz Qo'g'irchoq teatridagi komik aktyorimiz Mirjalol Meliyev o'zining ilk stand-up konsertini o'tkazyapti. Agar xohlasangiz birgalikda boramiz o'sha yerga. Mirjalolmi? Voy, uning turishi, yuzi, mimikasini o'zi komediya-ku. Juda ham yaxshi bo'lardi. Mirjalol konsert qo'yayotgan bo'lsa borishimiz kerak. Unda bizga ruxsat, biz konsertga ketamiz. Oxirgi shirinligimiz sizlarga. Konsert boshlanishiga ham yarim soatdan ko'proq vaqt bor. Biz esa bu vaqt oralig'ida Mirjalol akani o'zlari bilan ham suhbat qilishga ulgursak kerak. Albatta ulguramiz, lekin bilasizmi Abdulaziz, hozir o'ylab qoldim-da, so'nggi paytlarda ko'proq mana shu stand-up konsert dasturlari ommalashib ketyapti. Shunday emasmi? Bir vaqtlar yo'q edi bunaqa konsertlar. Menimcha ko'proq yoshlar qiziqyaptimi deyman-da bunga. Albatta, bugungi kunda mana shu stand-uplarga ko'proq yoshlar qiziqyapti va ommalashishining bitta sababi ham bor. Xo'sh, mana shu stand-upperlarimiz yumor orqali jamiyatimizdagi eng o'sha dolzarb muammolarni olib chiqishayotgani sababli bugun o'sha insonlar orasida, yoshlar orasida ommalashmoqda. Viloyatimiz uchun ham birinchi stand-up konsert, Mirjalolning faoliyatida ham birinchi stand-up konserti. Kim qanday Mirjalolning o'zi ham bugun hayajonlanib tayyorgarlik ko'rayotgandir. Ketdik, suhbatlashamiz. Ketdik. Hozircha Mirjalolni topa olmadik, chunki shoshilib tayyorgarlik jarayonida, lekin menimcha mana shu ikkalasi boshlovchilik qilsa kerak. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Biroz vaqtingizni olamiz. Siz bu konsertda adashmasam boshlovchisizlar. Tayyorgarlik qanday bo'lyapti? Chunki stand-up konserti baribir viloyatimizda, shahrimizda bu birinchisida. Birinchi marta bo'lyapti. O'zimizda ham hayajon kuchli. Yaxshi o'tadi degan umiddamiz. Hozir tayyorgarlik ham avjida, raqschi qizlarimiz, Mirjalol akaning o'zlari, biz boshlovchilar, hamma narsa tayyor. Endi faqat tomoshabinlarning e'tirofi qoldi xolos. Albatta, bilasizmi, mana shu komik aktyorimiz deb aytamiz Mirjalolni bemalol sahnaga chiqqan paytda siz boshlovchilar ularning qanotisiz, yuragisizda, chunki improvizatsiyalar orqali ayrim vaziyatlardan olib chiqib ketishga ham to'g'ri keladi-da. Bunga ham tayyormisizlar? Ha, albatta tayyormiz. Yaxshi. Demak, omadingizni bersin deymiz va o'ylaymizki, bugun chindan ham navoiylik xalqimizga va shahrimiz mehmonlari uchun juda ham ajoyib konsert dasturi bo'lib o'tadi. Qanday bo'ladi bilmadim, lekin mana shunday konsertlarimiz hali uzoq davom etishini istagan bo'lar edim. Albatta, birinchisi yaxshi o'tsin ilohim va bundan keyin albatta keti uzilmaydi konsertlarimizni. Namanganning olmasi anor bordir, ko'nglimni band etgan o'sha dildor. Kim keladi? Qarindoshlarim keladi. Yarimdan ko'p qarindoshlarim bo'ladi. Keyin shularni dedim, uyga chaqirsam bo'lmaydimi? Onajon, yaxshimisiz? Siz adashmasam Mirjalolning onajonisiz. Onajon. Ikki karra hayajondasiz, shundaymi? Chunki o'g'lingizning birinchi konsertida. Birinchi konsert o'g'limni. Xo'sh, ona sifatida qanaqa maslahatlaringizni berdingiz? Qaysi mavzularni olib chiqayotganligini siz bilan maslahatlashdimi? Siz xabardormisiz? Ha, xabarim bor. Onajon, men konsert bermoqchiman. Dadam bilan boring deb nima qildim? Nima qilding? Bilmasam. Endi nima qilamiz? Bilmasam. Ko'ramiz. Boshlab olaylik-chi. Boshladik, derazadan qarab turib, qarindoshlar kirib qoladi. Uyga chaqirmabman-da. Xush kelibsiz deymiz va bugun konsert juda ham chiroyli o'tishiga ishonchimiz komil. Sizni ko'rib bunga yana bir bor amin bo'layapmiz. Menimcha bugungi konsertning asosiy qahramonida hayajon bor u sizda yo'q bo'lsa kerak, chunki viloyatimizdagi barcha tadbirlarda siz o'zingizning jozibali raqslaringiz bilan tomoshabinlarga doim bir manzur kelgansiz, ularni maftun etgansiz. Xo'sh, bugun mayli sir bo'la qolsin tomoshabinlarimiz uchun. Bizga sekingina aytingchi, qaysi qo'shiqlarni, qaysi raqslarni taqdim etmoqchisizlar? Farg'onacha va xorazmcha raqslarimizni taqdim etamiz. Juda ham yaxshi. Necha kun tayyorgarlik bo'ldi mana shu stand-up konsertiga? Chunki bilasizmi, stand-up konserti viloyatimizda birinchi marta tashkil etilayapti-da. Endi sizlar ko'p tadbirlarda ishtirok etgansiz, lekin bugungisi boshqacha. Chunki siz bugun mana shu asosiy qahramonimizga biroz yordam berishingiz ham. Rostini aytamizmi qizlarjonlar? Aytinglar rosti. 2 kun mobaynida
tayyorladik shu raqslarimizni. Demak, juda ham ajoyib bo'lishi kutilyapti. Endi kechirasizlar, mana shu quyosh botadi-ku. Mana shu quyosh botganda meni naskarimdan botib ketadi. Chunki bilasizmi, ayollar chiqib oladi, qaror chiqib oladi, 3-etajdan sheriga chaqiradi. "Ey, chiqing! Mayda toza havoda o'tiramiz." Toza havo birinchi qavatda ekan-da. Tepada yo'q ekan toza havo. Bular shu endi meni derazam tagiga kelib toza havodan nafas olish kerak. Hamma yana bir ikkitalar bor, nima deydi? "Dadasi ishdan kelyapsizmi? Biz pastdamiz. Keling birga kirib ketamiz." O'zing chiqib. O'zing chiqib ovqat qil. Dasturxon to'sha. Endi kutib ol. Yo'q, bular meni derazam tagiga kutib olish kerak. Xudo xohlasa bugungi konsertiga ham omad tilab qolaman. Zo'r bo'lishiga ishonib, bugun 3 oylik chaqalog'im bilan tashrif buyurdim. To'g'risi uyda o'tira olmadim, juda ham qiziqdim. Nasib bo'lsa birgalikda Mirjalolni qo'llab-quvvatlaymiz. Va nihoyat Mirjalol, sizni tutib oldik. Biroz bo'lsa chalg'itamiz. Konsert oldi baribir bilaman hayajondasiz. Tayyorgarlik jarayonlari, fikrni bir joyga jamlab olish kerak. Eng asosiysi, viloyatimizda ilk marotaba stand-up konsertini namoyish etayapsiz. Bu viloyatimiz ahli uchun ham yangilik, o'zingizning ijodingizda ham bu bir yangilikda. Tayyorgarlik jarayonlari qanday ketdi? Qiyin kechmadimi? Tayyorgarlik jarayoni zo'r bo'ldi, lekin hozir mana 1 soatlar qolganda o'zimga o'zim shunday burchakka o'tdimda, "Tak, birinchi bo'lib qaysi gapni gapiraman" desam, butun boshli repertuar esimda yo'q. Mana bo'lmasa. Turibmanda, xudoyim, qaysi edi? Ha, buni aytaman. Nimasi? To'g'ri, bizda spektaklda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Spektakldan oldin qattiq hayajon bo'ladi. Lekin bu u paytda jamoa bo'ladi-da, oldimda jamoa bo'ladi. Hozir shu pardani orqasiga o'tsam, bu narsa bosyapti deb, "Voy, nima qilib qo'ydim men? Nahotki nima bo'lsa ham kulsin" deb turibman. Nasib bo'lsa Xudo xolasa yaxshi bo'ladi, chunki meni otam duo qildi. Bolam dedi, nasib bo'lsa yaxshi bo'ladi dedi. Qiziqchilar haqida gap ketganda ko'pchilik bachkana mavzularsiz tomoshabinni ushlash qiyin, kuldirish qiyin deyishadi-da. O'ylaymanki, sizning repertuaringizda bunday mavzular yo'q. Yo'q. Kecha ajoyib bitta voqea bo'ldi. Menga telefon qilishdi, "Biz jo'ralab boryapmiz" dedi. "Ha, bo'pti, mayli" dedim. "Nimaga endi jo'ralar" dedim. "Ota-onangni olib kel, oilangni olib ketsam." "Qanaqa bo'ladi u" dedi. Aytdim, "Qanaqa bo'ladi" dedim. "Haqiqiy sof oilaviy kulgi bo'ladi" desam, "Ha, demak uncha qizim ekan-da" deydi. Lekin o'shalar keldi, hozir keldi. Butun o'sha repertuarimni aytayotganda e'tibor berib turaman. Qani, kuladimi yo'qmi? Hamma raqsga tushsan. Сказки скрипнула дверь. Borsam, bitta aka kutib oldi. "Siz men otam tug'ilgan o'la. Jannatim otam tug'ilgan o'la." Bironta bir joydan olib gapirmadi. O'zini ijodini gapirdi. Shuning uchun mazza qildim. Tabiiy omadini bersin. Eng asosiysi umri uzoq bo'lsin, quvnoq bo'lsin. Boya do'st gapirgandek, xalqlar do'stligida ham shunday zo'r san'atini ko'rsatib, xalqning hurmatiga sazovor bo'lsin. Eng asosiysi hijoat so'nmasin. Omadingiz bersin. Kelganimdan juda ham xursandman. Albatta, biz ham juda ham mazza qildik. Eng asosiysi har bitta so'zida, har bitta chiqishida biz o'zimizning hayotimizni, o'zimizni, o'sha oiladagi bir jarayonlarni ko'z oldimizdan o'tkazdik-da. 10 million mindan dedi. Mashaka qanday gapirdi dedi. Bunda yengaga qaradim. Yenga bunda menga qaradi. Dedi. Biroz charchagan mehmonimiz. Turing. Eng asosiysi konsertda mana shunaqa hech kim uxlab qolmadi. Bu konsert boshqacha o'tdi. Mirjalol, tabriklayman. Yana bir ikkalari bor. Bu mashinani derazam tagiga olib qo'yib oladi-da, qarang, 21-asr texnika asrida xotinini signal berib chaqiradi. U 5-etajda. Va telefon qilib aytibdi. Mirjalol endi talantli yigit. Yana ham o'sadi hali u bola. Kelajagi yaxshi. Men juda xursand bo'ldim ko'rib. Mirjalolni hamma chiqishlari hammamizni ko'nglimizdan joy oldi. Juda ham ajoyib. Ayniqsa Toshkentga kelgan Bahodir Berdimurodov juda ham chiroyli chiqish qildi. Bizga juda ham yoqdi. Mazza qilib madaniy dam oldik, chunki bizlar o'zi hisob-kitob ishimizda charchab kelgandik. Mazza qildik. Zo'r bo'ldi.
mazza qilib o'tirdik oilaviy. Juda ham ajoyib bo'ldi. Hayotiy gapirdi. Mana shu chiqishlarda o'zingizni, hayotingizni ko'ra oldingizmi yo'qmi? 100% ko'rdim. Farhod aka, adashmasam, bu konsert hammaga ma'qul keldi. Ayniqsa ishdan charchab kelgan yurtdoshlarimiz mazza qilishdi. Professional kulgu ustasi sifatida sizning fikringizni bilmoqchimiz. Meni professional deyman-ku, men ham bir kimgadir shogirdman. Bu konsertga taklif qilganda borsammi, bormasammi deb o'yladim-da, lekin kelganim juda ham yaxshi bo'lgan ekan. Ayniqsa nima uchun desangiz, yuragim mazza qildi. Ko'nglim mazza qildi. Avvaldan bu yigitni tanirdim, hurmat qilardim, bugun yana ham hurmat qildim. Bugun yana ham yaxshi ko'rdim. Shunday so'z borda, hayot daryosiga tushganda kemasiz daryodan o'taman dema. Bu dunyo ishlari mashaqqatlidir, mashaqqatsiz murodga yetaman dema dedi. Eng muhimi poytaxtda joydan kelib qo'llab turdingiz. Hamma ishni tashlab. Do'st bo'lsa mana shunday bo'ladi-da. Bizni hisob-kitob kim qiladi? Familiyalar bitta aytib. Berdimurodov Bahodir. Aka, keling o'zi shuni kirdi chiqaramiz, otam bora, tamom.